Diqqat qiling, O'zbekiston fuqarolari uchun shoshilinch yangilik. Xush xabar. O'zbekistonda 1-may sanasidan boshlab qonunchiligimizda va O'zbekiston fuqarolarining hayotida nimalar o'zgardi? Oyliklar, pensiyalar, nafaqalar qanchaga oshdi? Bolalar puli, moddiy yordamlar kimlarga beriladi? Barcha savollaringizga ushbu videorolik orqali javob olasiz. Videoni o'tkazib yubormasdan albatta oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 1-may sanasidan boshlab O'zbekistonda qonunchiligimizda o'zbek fuqarolarining hayotida nimalar o'zgardi? Mana Xushxabar kanali siz azizlar e'tiboringizga barchasini havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. 1-maydan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? Yangi oydan boshlab Umra tadbiriga borish uchun yagona portalda ro'yxatdan o'tish shart bo'ladi. Alimentdan qarz bor shaxslar qarz to'liq qoplanmaguncha yirik bitimlar tuzish va davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Shuningdek, ularga bankdan kredit olishda cheklovlar kiritilishi ham kutilmoqda. Mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlar bakalavriatga alohida kvota asosida hujjat topshirishi mumkin. Toshkent-Xiva yo'nalishida Jaloliddin Manguberdi tez yurar poyezdi qatnovlari yo'lga qo'yiladi. Har oyning 10 va 25 sanalarida avtomobilsiz kun, avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkaziladi. 10 ming qadam piyoda tajribasi qayta tiklanib, sog'lom turmush tarzi platformasi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Infarkt va insultga qarshi kurashish milliy dasturi ishga tushiriladi. Unga ko'ra 30 yoshdan oshgan aholi o'tkir yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash maqsadida har yili tekshiruvdan o'tkaziladi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.